Bugungi forumda sun'iy intellektning ta'lim, energetika va hududlarni rivojlantirishdagi amaliy ahamiyati muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar bu yo'nalishdagi raqamli yechimlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy muammolarni hal etishda muhim omil bo'layotganligini ta'kidlashmoqda. This morning, Asian Development Bank. Mazkur hamkorlik sun'iy intellekt yo'nalishiga qaratilgan bo'lib, bizning fikrimizcha aynan ushbu soha kelajakda Osiyodagi rivojlanishning eng muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Biz Koreya Respublikasi tajribasini O'zbekistonga tatbiq etish, shu bilan birga O'zbekistonda ham universitetlar va ilmiy tadqiqot institutlari orqali sun'iy intellekt salohiyati jadal rivojlanayotganini inobatga olgan holda, ushbu hamkorlikni nafaqat texnologik taraqqiyotga, balki umumiy iqtisodiy rivojlanishga ham xizmat qilishiga ishonamiz. Shu doirada biz sun'iy intellekt bo'yicha qo'shma tadqiqot loyihalari, siyosiy tahlillar hamda amaliy yechimlarni ishlab chiqishni maqsad qilganmiz. Bu esa ikki mamlakatda inklyuziv va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga ikki universitet va tadqiqot markazlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlikni davom ettirishni rejalashtirmoqdamiz. Asosiy yo'nalishlardan biri ta'lim sohasi bo'lib, unda sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari o'rganiladi. Ikkinchi muhim yo'nalish esa sun'iy intellektning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borishdan iborat bo'ladi. Shuningdek, forumda xalqaro tajriba asosida ta'lim tizimiga sun'iy intellektni joriy etish, energetika sohasini modernizatsiya qilish hamda kambag'allikni qisqartirishda raqamli yechimlardan foydalanish masalalari muhokama qilindi. Qolaversa, Koreya tajribasi asosida samarali boshqaruv va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligi aytib o'tildi. Iqtisodiy tadqiqotlar markazi, Osiyo taraqqiyot banki instituti, Seul universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bilan birgalikda tadqiqotlar forumiga bag'ishlangan konferensiya o'tkazyapmiz. Bu konferensiyaning asosiy maqsadi sun'iy intellektni bugungi kundagi o'rni, ahamiyati va uni ta'siriga bag'ishlangan. Mana shu forum natijasida biz shu tadqiqot institutlari bilan birgalikda hukumat uchun, O'zbekiston hukumati uchun amaliy takliflar ishlab chiqishni maqsad qilganmiz. Umuman sun'iy intellekt turli hisob-kitoblarga ko'ra, masalan, biz iqtisodiyotimiz uchun juda katta ta'sirga ega. Masalan, ayrim hisob-kitoblar bo'yicha qo'shimcha 10 milliard dollarlik qiymat yaratish imkoniyatiga deb baholanadi. Endi mana shu qiymatni yanada oshirish uchun u sun'iy intellektni qaysi tarmoqlarga qanday joriy qilish kerak, qanday muammolar chiqishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan bunday forumlar katta yordam beradi aniqlab olishga. Ta'kidlanishicha, bugungi kunda mamlakatda 9000 dan ortiq mahalla faoliyat yuritmoqda. Mahallabo'yi tizimi orqali hududlarni manzilli rivojlantirish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy muammolarni hal etishda ijobiy natijalarga erishilmoqda. Mutaxassislar fikricha, raqamli platformalar bu jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Zokir Mo'minov, Ma'mur Anvarov bugun dastur uchun.